Bugun bizga deyarli har tomondan bitta fikr uqtiriladi. Elektr avtomobil sotib ol, tabiatni saqla, kelajakni tanla. Haqiqatdan ham elektromobillar shovqinsiz, zamonaviy va eng muhimi, yo'lda ketayotganda tutun chiqarmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik ularni mutlaqo ekologik toza deb hisoblaydi. Lekin keling, bir daqiqaga to'xtaylik va o'zimizga savol beraylik. Biz ishlatayotgan bu toza energiya qayerdan kelmoqda? Mashina tagida joylashgan ulkan batareya qanday ishlab chiqarilgan? Va eng muhimi, elektromobil haqiqatdan ham tabiatni saqlayaptimi yoki muammoni shunchaki boshqa joyga ko'chiryaptimi? Bugun biz elektromobillarning kam gapiriladigan, lekin juda muhim bo'lgan tomonlarini ochib beramiz. Elektromobilning yuragi bu uning litiy-ionli batareyasi. Aynan shu batareya uni benzinli mashinadan farq qilishini ta'minlaydi. Ammo bu batareyani ishlab chiqarish oson emas. Buning uchun litiy, kobalt va nikel kabi nodir metallar kerak bo'ladi. Bu metallarni qazib olish jarayoni esa tabiatga juda katta zarar yetkazadi. Masalan, 1 tonna litiy olish uchun taxminan 2 million litr suv sarflanadi. Bu suv asosan Janubiy Amerikadagi qurg'oqchil hududlardan olinadi. Natijada mahalliy aholi ichimlik suvisiz qolmoqda. Tuproq esa sho'rlanib boryapti. Kobalt masalasiga kelsak, dunyodagi kobaltning katta qismi Afrika qit'asidagi Kongo Demokratik Respublikasidan olinadi. Ba'zi konlarda og'ir mehnat sharoitlari va hatto bolalar mehnati mavjudligi xalqaro tashkilotlar tomonidan qayd etilgan. Eng qizig'i shundaki, elektromobil yo'lda tutun chiqarmasa ham, uni ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga juda ko'p karbonat angidrid chiqariladi. Ayrim tadqiqotlarga ko'ra, bitta elektromobil batareyasini ishlab chiqarish benzinli avtomobil ishlab chiqarishga qaraganda ko'proq karbonat angidrid chiqarishi mumkin. Demak, savol tug'iladi. Biz ekologiyani saqlayapmizmi yoki zararli jarayonni shunchaki ko'zimizdan yashiryapmizmi? Endi elektromobilni quvvatlash masalasiga o'taylik. Siz mashinani quvvatlagichga ulaysiz. Juda qulay. Ammo o'sha elektr qayerdan keladi? Agar elektr quyosh, shamol yoki suv elektr stansiyalaridan olinayotgan bo'lsa, elektromobil haqiqatdan ham ekologik toza hisoblanadi. Lekin agar bu elektr ko'mir yoki gaz yoqiladigan elektr stansiyalaridan kelayotgan bo'lsa-chi, bu holda havoni ifloslantirish to'xtamaydi. Shunchaki tutun mashinaning egzoz trubasidan emas, elektr stansiyaning mo'risidan chiqadi xolos. Masalan, Norvegiyada elektr energiyaning asosiy qismi suv elektr stansiyalaridan olinadi. Shu sababli u yerda elektromobillar haqiqatdan ham ekologik yechim hisoblanadi. Ammo ayrim davlatlarda elektrning katta qismi ko'mir hisobiga ishlab chiqariladi. Bunday joylarda elektromobilning foydasi juda cheklangan bo'ladi. Yana bir muhim masala, batareyalarning xizmat muddati. Oddiy benzinli avtomobil 20 yildan 30 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Elektromobil batareyasi esa o'rtacha 8 dan 10 yilgacha keyin quvvatini yo'qota boshlaydi. Bugungi kunda dunyoda ishdan chiqqan elektromobil batareyalarini to'liq va xavfsiz qayta ishlash tizimi hali mukammal emas. Agar bu batareyalar noto'g'ri tashlab yuborilsa, ulardagi kimyoviy moddalar tuproq va suvni zaharlaydi. Mutaxassislar bu muammoni kelajakdagi elektron chiqindi inqirozi deb atashmoqda. Albatta ijobiy yangiliklar ham bor. Yirik kompaniyalar batareyalarni qayta ishlash va ularni ikkinchi marta energiya saqlash tizimlarida ishlatish ustida faol ish olib bormoqda. Ammo bu jarayon hali ommaviy tus olgani yo'q. Xo'sh, shuncha muammoga qaramay, elektromobil yomon tanlovmi? Yo'q. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektromobil o'zining butun hayoti davomida ishlab chiqarishdan tortib utilizatsiyagacha baribir benzinli avtomobilga qaraganda kamroq zarar yetkazadi. Ayniqsa yirik shaharlarda elektromobillar havoni tozalash, shovqinni kamaytirish va inson salomatligini asrashda juda muhim rol o'ynaydi. Texnologiyalar ham joyida turmayapti. Batareyalar tobora xavfsizroq, quvvatlash tizimlari esa tobora ekologikroq bo'lib bormoqda. Eng muhimi, biz elektromobilni mutlaqo toza deb ko'rmasligimiz, balki uning afzalliklari bilan birga muammolarini ham bilishimiz kerak. Yana bir ehtiyot chorasi, elektromagnit maydon masalasi. Elektromobillarda elektr motor va yuqori kuchlanishli simlar mavjud. Hozirgi ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, zamonaviy elektromobillarda hosil bo'ladigan elektromagnit maydon inson salomatligi uchun xavfli darajada emas. U kundalik ishlatiladigan telefonlar yoki maishiy texnikalar darajasiga yaqin. Xulosa qilib aytganda,
Kelajak haqiqatdan ham elektr energiyasi bilan bog'liq. Lekin haqiqiy ekologiya bu faqat elektromobil haydash emas. Bu kamroq iste'mol qilish, ongli tanlov qilish va tabiatga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishdir. Endi savol sizga. Siz elektromobil sotib olgan bo'larmidingiz yoki hozircha benzinli motor ovozini tanlaysizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.